O'git 2:9 Alloh taolo shunday deydi: Ey odam bolasi, bu boylik mening boyligim. Sen esa mening bandamsan. Sening mening boyligimdan bo'lgan narsang faqat sen iste'mol qilganing va sarflaganing, kiyganing va yekishing yoki sadaqa qilib saqlab qolganingdan iborat. Mening huzurimda sening 3 qisming bor. Birinchi qismi men uchun, ikkinchisi sen uchun, uchinchisi meni va seni bo'laydigan umumiy qism. Menga tegishli bo'lgan sening ruhing, senga tegishli bo'lgan sening amallaring, meni va seni bo'laydigan sening duoing, mening tomonimdan esa duoingga javob. Ey odam bolasi, taqvo qilagin va berilgan bilan qoniqqin. Shu bilan sen mening huzurimda o'zingni ko'rasan. Menga ibodat qilasan, menga yeta olasan. Mening izimdan ergashsan, mening yaqinligimni topasan. Ey odam bolasi, agar sen johillikdan do'zaxga kiradigan hokimlarga o'xshasang, yoki o'sishdan do'zaxga kirgan arablarga, yoki hasad tufayli do'zaxga kirgan ulamolarga, yoki peshqadam tijoratda aldash tufayli do'zaxga kirgan savdogarlarga, yoki jabariylar, johillik tufayli do'zaxga kirganlarga, yoki amallarni ko'rsatish uchun qilgan zo'hriy ibodatkorlar va ustalarga, yoki faxr va g'urur tufayli do'zaxga kirgan boylarga, yoki to'g'ri gap aytmay, yolg'onchilik tufayli do'zaxga kirgan kambag'allarga o'xshasang, unda jannatni izlagan kim bo'ladi?